بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, bugungi dersimiz ilm talab qilishdan erishadigan 30 natija degan darsimizning 3-qismi. Ilm talab qilishda muhim bo'lgani ilmni ustozlardan elish. Ustozlar bilan kitobning orasini silishtirish, har bir fanda tayinadigan nashriyat va asl nusxaga ko'ngil bo'lish bilan buningga ko'ngil bo'ladigan tajribalik ustozlardan so'rash kerak. Yana ilm talab qilishda bizga eng muhim bo'lgan ishlardan biri yod qilish bilan tushunish orasini tamponlashtirish. Yod qilish bo'lsa ilm talab qiluvchining asosli sarmoyasi, lekin tushunmay yod qilishning foydasi oz bo'ladi. O ikkisining orasini birlashtirish tushunishga yordam beradi. Har biri yana biriga yordam beradi. Tushunish yod qilishga yordam beradi, yod qilish tushunishga yordam beradi. Ilm talab qilishdagi farosatdan ilmni takrorlab, muzokira qilib va darslik qilib turish, yod qilganlarni murojaat qilish, ba'zi fikr qilish bilan, ba'zi qalam bilan qog'ozga yozish orqali bo'ladi. Yana ilm talab qilishda muhim bo'lgan ishlardan o'rgangan ilmga amal qilishga ahamiyat berish. Manfaatlik ilm degan yaxshi amalni natija beradi. Amal qilmagan ilm bo'lsa, sohibining ziyniga hujjat bo'ladi. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qur'oni Karim sizning manfaatingiz yoki ziyningizga hujjatdir. Alloh taolo o'rgangan ilmga amal qilmaganlarni qattiq so'kib mundaq degan: Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun. Tarjimasi: ey mu'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zinglarda qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Alloh taolo mundaq deydi: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Tarjimasi: kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutumsizlar, halbuki sizlar kitobni o'qib tursizlar, tushunmamsizlar? Alloh taolo mundaq deydi: "Va ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Tarjimasi: men shundaq ne'matlarni ato qilgan Parvardigorimning amriga xiloflik qilamdim. Sizlarga qilish ma'ni qilingan ishni o'zimmi qilishni xohlamayman. Ilm daraxt bo'lsa, amal uning mevasidir. Ilm oti bo'lsa, amal uning farzandidir. O'zining ilmiga amal qilmagan kishi olim hisoblanmaydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: hadisni ko'p rivoyat qilish ilm emas, lekin haqiqiy ilm degan Allohdan qo'rqishdir. Muhammad bin Munkadir mundaq deydi: ilm amalga chaqiradi. Ijobat qilsa ilm saqlanib qoladi. Ijobat qilmasa ilm ketib qoladi. Hasan al-Basri rahimahulloh mundaq deydi: ilmda kishilardan ustun bo'lgan kishining amaldimi boshqalardan ustun bo'lishi bak muhimdir. Olimlarning biridan bir masala to'g'risida so'ralganda mundaq degan: urush qilg'uchi urushga kirmoqchi bo'lganda jang qurollarini jug'laydi-ku. Hayoti urush qurollarini jug'lash bilan oxirlashsa qachon jang qiladi? Haqiqatan ilm amalning qurolidir. U kishining umri qurol to'plash bilan oxirlashsa qachon amal qiladi? Ey boshqalarga ilm o'rgatuvchi muallim, bu ilmni o'zingizmi o'rgangan bo'lsangiz-ki, kasal bemorlarga dori yozib berasiz. Sizmi kasal bo'lgandan keyin dori qilsangiz saq bo'ladingiz. Sizni doim bizning aqllarimizni isloh qilib yetaklayotganligingizni ko'ramiz. Sizni yetaklaydigan kishi yo'qmi? O'zingizdan boshlang. Nafsingizni ozg'unlikdan cheklang. Uningdan bekor bo'lsangiz, siz hikmat bilan ish qilgan bo'lasiz.
Yana ilm talab qilishda muhim bo'lgan ishlarning biri nafsini paklashga ahamiyat berish. İlim talab qiluvchi o'zining nafsini, qalbini gunoh ma'siyatdan, nachar axloqdan paklash, yaxshi amal va go'zal axloq bilan zinatlash, o'stirish kerak. İlim talab qiluvchining adablaridan Alloh uchun niyatni xolis qilish, Alloh taologa taqvodorlik qilish, Alloh taolodan yordam tilashni davomlashtirish, go'zal axloq va cho'ng sifatlik bilan zinatlanish, o'qituvchi va savoqdoshlariga kamtar bo'lish, ilm talab qilishda himmati yuqori, irodasi to'g'ri, buyuradigan, yuz beradigan mushaqqatlarga sabr qiladigan, keskin, tirishchan, ko'rinishi go'zal, yo'li aniq, ilmga amal qiladigan, o'qituvchini hurmat qiladigan, izzatlaydigan, adab bilan savol so'raydigan, o'qituvchiga hayot vaqtida va vafot bo'lgandan keyinmi duo qiladigan, ilm kitoblarining hurmatini muhofazat qiladigan bo'lish kerak. Ilm talab qiluvchi ilmning ofatlari va to'salg'ilaridan hazar qilish kerak. Ulardan riyo, takabburlik, o'zidan hayron qilish, hasad, yomon gumon, adabsizlik, bilmaganni bilaman deb o'zini olim atib olish, o'zini ko'rsatishni yaxshi ko'rish, layoqatlik bo'lishdan ilgari yetakchilik qilish, oldirang'ulik, beparvolik, g'ururlik, ko'p jidal qilish, biror olim yoki biror mazhab bilan cheklanib chidamaslik qilish qatorliqlar. Davrimizda zarur bo'lgan hozirgi zamon texnikasidagi eng ko'lamli boylikdan foydalanish, internet, taxt kompyuter, aloqa torbatlari, turli uchur manbalari, u manbalarni saqlash, murojaat qilish va naql qilish yo'llarining qulayligidan foydalanish qatorliqlar. İlim talab qiluvchi hozirgi zamon texnikasining ijobiy taraflaridan va foydalaridan manfaatlanishi, uning salbiyatlari va ziyonlaridan hazar qilish kerak. Bu to'g'rida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam foydali bo'lgan narsaga erishishga tirishqin, Allohdan yordam tila, ojiz bo'lma degan. Alloh taoladan manfaatlik ilm, yaxshi amallarni va bizni o'zi yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilishni so'raymiz. Barliq go'zal madiyalar olamlarning Robbi bo'lgan Allohga xosdir. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.